O'zimga ham yat qo'yiladi. Dangal. Suyagi bor, badani ham zo'r. Qo'ydi, haqiqatan zo'rlar keldi aka. Men o'zimga ham yaxyapti qo'ylar. Mana akalar. Mashalloh. Qo'ydi qara. Yelimida suti bor aka. Seni maynaqasidan olib, boqish nasib qilsin degan ekanlarimiz videodan like bosib, kommentda bomba qilib turinglar akalar, xudo xolos. Maynaqa zo'rlardan deydi. Mashalloh akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli, hurmatli obunachilar. Azamjon menga bundaqa optim joydan chiqaring, sovuqda toza elita hisorlardan bormi degan akalarimizga bugun Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, o'sha mashhur arzonchi optimchilar qishlog'i Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Akalar, xudo xolasa videoni ko'rishdan oldin bittadan like deb bosing, kommentariyada chiroyli fikrlarni bildirib, bunaqa azamcha haqiqatan qo'ydi zo'rlarini chiqaryapsiz deb kommentladi. Yozib bomba qilib tursalar, akalar, xudo xolasa o'sha arzonchi insofli bolani qo'y fermalar ekanmiz. Akalar, xudo xolasa o'shaga bittadan like deb bosing, kommentariyada chiroyli fikrlar bildirib turing. Xudo xolasa bunaqa qo'ydi toza elita zo'rlardan chiqadi. Hamda akalar, o'sha insofli bola qo'zin narxida olib kelganman deyaptilar. Sizni obunachilaringiz bor-ku, like deb bosib bomba qilib tursa bo'ldi deyaptilar. Akalar, xudo xolasa o'sha optim joyidan xudo xolasa bashta bir 100 boshga yaqin qo'y chiqadi. Xudo xolasa o'sha insofli bolani o'zlaridan chiroyli qilib bor ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Yo'masam insofli bolani o'zlari. Assalomu alaykum obunachilar. Insofli bola, qalaysiz? Bunaqa elitalar-yu ha. Azam aka bu haftaga boru ko'ngildag'iday maza qilib o'zim ham bugun ertanmanda siz chaqirib maza qo'shataman deb qo'ydi ham o'ta zo'rlari keldi aka. O'ta noyoblaridan. O'ta noyoblaridan keldi aka. Mashalloh, akalar, xudo xolasa. 70 dona. 70 dona. Bir partiyaga chiqarib beramiz. Chiroyli qilib obzor qilib berasiz o'zingiz. Bo'ldi gap. Akalar, xudo xolasa, aytdan yursinchi emasam. Mana akalar. Mashalloh. Xudo xolasa akalar o'sha Shuni ham o'zlab tushib ketayotgan. yemga tayyorlaridan. Mana akalar. Yemga tayyor hisori, deydi, buni qana akalar, mana hisori elitalari ham bor deydi. Mashalloh. Insofli bola bu yerda nech bosh? Jami, realni gap aytdim. 70 bosh aka. 70 bosh. Yemga tayyor akalar. Mashalloh, hammasini olib bir joyda olib boqing. Xudo xolasa, mana akalar, katta daromad qana qilib qilsam bo'ladi degan akalar. Mana akalar, daromadni kattasi munundaqa bo'ladi deydi. Mununi qana akalar. Mana shuni olib boqing, 2 oyda tayyor bo'ladigan so'y. Hammasi ozib ketmagan. Munundaqa suyali kattasidan oqib boqamiz degan akalarimizga gruppalarga padilisa qilib tashab qo'yamiz deydi. Mo'g'ana. Mashalloh, insofli bola. Haqiqatan bu safar men qandaydir o'z Yemni bosib beradigan joyga keldik. Bosib beradigan joyga keldik. Akalar, haqiqatan qo'ydi yirik gigant variantda. Bu tomonga to'sing. Hammasini bir joyga olsa yutishadi obunachilar. Hammasi bir joyda oladigan qo'ylar ekan, insofli bo'ladi. Bir xil standart, buni qana. Mashalloh, lekin hammasi ashton qo'yinlar bitta yurishini ashtomon ko'rsatamiz. Insofli bola, ey. Buni hammasini bir joyda emas. Kimdir 4 dolar, kimdir 10 dolar dedi-yu. Bitta oladigan obunachimiz ham ishini bitirasiz. Bitiraman aka. Realni. Ha, hozir yana Bo'ldi gap akalar, xudo xolasa yana kelyapti 30 ta. Xudo xolasa kasandan yana 30 ta tushyapti. Akalar, xudo xolasa kelib, ko'rib, tanlab oling. Akalar, xudo xolasa ko'yningizga yoqqanini dedi. Xudo xolasa o'ta boshqacha video bo'ladi dedi. Xudo xolasa like'larni bosib, qo'llab-qo'tlab tursangiz akalar, xudo xolasa maynaqa optim joydan biz chiqarishda davom etaveramiz dedi. Mo'qana. Mashalloh, lekin kichkina qo'ylar emas akalar, hammasiga ham e'tibor bering. Hammasi yirik so'liqda zo'rlar dedi. Mashalloh, chekka yurib turaversin, chekka yuraversin. Mana akalar, qo'ylarga hammasiga e'tibor bering. Kichkina qo'ylar, ashtomda yuraylik. Jaj jonivorlar akalar, mana. Mo'qana. Jaj jonivorlar, mana. Mashalloh, lekin hamma xudo xolasa. Mashalloh, insofli bola. Qachon yetib keldi bular? kechqurun 11:30 da yetib kelgan. Yeb ichishi zo'r hammasini. Yeb ichishini hozir ukalarimga aytdim, dalaga olib chiqib, Hammasini tekshirishdi. hamma yo'g'ini o'zim ham O'shanga qo'nlancha o'shaga. chiqib aka, hamma yo'g'ini ko'rdik aka qo'yladi. Yeb ichishida umuman muammosi yo'q. Garantiya berasiz. Yeb ichmaydan qo'ydi aka, o'zim chekka qo'ramga bilasiz, olib qolman. Olib qo'yasiz. Ko'rgansiz-ku. Umuman muammosi. Oldin to'sing, o'shaga yursin. O'shaga yursin. Kechqurun yetib kelgan aka qo'ylar. Kechqurun yetib kelgan akalar, mana. Hali chiqib bo'ldi. Mashalloh. Aka mana qo'ydi, bittani usha bo'lmaydi. Isha bo'lmaydi. Akalar, hafta kunini aytib ketamiz. Akalar, hafta kuniga bugun shanba 2025-yil 28-iyun. Xudo xolasa akalar, videomiz ertalabda, xudo xohlasa bemalol kelib, ko'rib, tanlab
Hammasini ko'nglingizga yoqqanini oling. Haqiqatan qo'yda suyali. Bunaqa badanni qarang akalar, badan. Mashg'ullar ham o'zi bozorda 4 million, 3 million 800 sotiladi. Dangal, xudo xolasa bitta opdan narx qo'yarlar, insofli bola, bomba tashlayman deyaptilar. Insofli bola. Ey, hammasini siz bir joyda narx qo'yasiz, boru. Narxni eshitib obunachilar boru, otangga rahmat, insofli bola deyish olmasa iloji yo'q. Rahmat deb yozishyapti aka. Hop, ko'rdingizmi? Layklarni bosib, qo'llab-quvvatlashyapti sizni. Otangga rahmat deb yozgan odam deydi, kamida 1000 ta bo'lsa aka, shunaqa qo'ydan. Dangal akalar mana. Qo'yish olsa Insofli bola, bugun xudo xolasa qo'ylar bomba bo'lib zo'rlardan chiqardik-ku. Mashalloh, insofli bola. Narxi bo'ldi, tamom, gap qo'shmang, yengil. Bo'ladigan marcha gapirasiz. hammasini bir joyga olish. Hammasini bir joyga olish. 2 dan olishim. Qachonni hisobi 3 million 200 dan. 3 million 200 ming. Mana akalar. Mayda juda qilmayman aka. Qo'yim zo'r. Hop, Qo'yim zo'r, narxini ko'tarib olmayman aka. Narxini ko'tarib olmaysiz. aka qo'ydi. mana akalar, hammasini suyagiga baho bering. Akalar, xudo xolasa suyaklariga hammasi katta-katta yirik so'liqlar deydi-yu. Buni qarang akalar, haqiqatan havasga olib boqing, xudo xolasa daromad qiling. Mana mashg'ullardan daromad qiling deydi-yu. Va insofli bola. Narxidan o'tamiz, bir joyda o'tamiz. Hammasini bir joyda olishga o'tamiz. Hammasini bitta joyga olishadimi aka? Bir joyga olishadi. Yengil. 50 mingdan emas, 100 mingdan o'tib beraman. Yo'q, hammasini bir joyda olishadi. Eshitding? 3 millionni o'tib berasiz. Hammasini bir joy. Menga eshitding, kecha qo'y chiqardi 40 gektar bir yerda. Menga ham obunachilar ko'pchilik telefon qo'yar. Ash qo'y nima deydi? Bir joyga sotibdi-da, hammasini u telefonni ko'tarmay qo'yibdi. Telefon nima ko'tarmadingiz desam, sotib yubordim hammasini. Telefon kelyapti deyapti. Hayron qolibdi o'zlari ham. Ham telefon kelyapti aka, ko'tarilmagan bo'lsa uzrli aka. Kechagini ham telefon tutib ketdi aka, telefon kelyapti aka, menga jo'natib bering 10 ta tutib ketdi aka. Ey insofli bola, siz bori narxini bomba qilib yuboring, eshalaring. Hammasini bir joyda olib qo'yishadi iloji bo'lsa. Bitta gapiraman aka. Nechta olsam, bitta olsam, yarimta olsam 3 milliondan. Qachon hisob bo'lsin akalar, lekin mana 10 qo'ydi qarang, mana 4 million, 4,5 yo'q, 3 milliondan tanlab olish. Aka 4,5 millionga qo'yibam yo'qmi aytdim. Bor, bayda mana bunda 50 talar mana ko'rib, boshqa yurtlarda chiqyapti, ko'rgan obunachilarimiz bilishadi. Dangal. Mana qarang, mashalloh, insofli bola. Ey, Qo'ylar aka beradimi aka bozorda. Qarab, eshitdim. Sizni obunachilaringiz, sizni kutib turgan muxlislaringiz bo'ladi-da, insofli bola, to'g'rimi? Aka, o'sha aytganingizda aka, telefon qilishyapti, video qachon chiqadi, maza qilib ko'ryapman, havas qildim deyishyapti aka, gazini bos deb kommentariyani yozishyapti aka. Ey, insofli bola. Yozsam aka. Xudo xolasa, lekin qo'ylar zo'r. Pul ham haqiqatan arzon bo'ldi. Hammasini bir joyda olishsa boru, endi siz hamma bo'lib tanlab ol 3 milliondan deyapsiz-da, to'g'rimi? Hammasini bir joyda olaman, insofli bola. Mengacha xayri qilib berasanmi, nima deysiz? Hammasigami? Ha. Bitta joyga olsa-ya. Ha. Keyin qo'l tashangdi. Rang. 50 mingdan emas aka, 100 mingni o'tib beraman hammasini. Oxiri bo'ladigan akachi tilni bahosi deydi-yu. 70 tani bir joyga olaman desa, Qachon hisob bo'lsin, akalar, lekin mana. Ey, 3 milliondan tanlab olishsin. Mana akalar, 3 milliondan tanlab oling. Optimiga 2 million 900 ming so'mdan narxlarga nima bo'ldi dedi-yu, lekin akalar haqiqatan narxlar o'ta arzon bo'lib, insofli bolani qo'rasida maynaqa arzon qo'ylar ko'paysin degan ekanamiz. Bittadan like deb bosib qo'ying. Xudo xolasa. Gazini bos, havas qildim deb yozishyapti aka, havaslariga yetsin. Gazini bosamiz aka, kommentariyani o'qib maza qilamiz-da biz ham aka. Bir qator ko'ryapman. Maza qilib o'qiyapman. Bo'ldi, gap yo'q. Xudo xolasa akalar, hammamizga mana qanday olib boqish nasib qilsin. Danga 2 million 900 ming so'mdan optimiga akalar ketdi. Bir joyda hammasi 70 tasi. Yo'qmasam akalar nima deydi? Tanlab oling 3 milliondan. 3 milliondan tanlab oldi. Tanlab olishsin. O'tib berib telefon qilishmasin. 3 million. Oxiri bo'ladigan. Nechta olsa tanlab olsa aka? Bo'ldi, gap yo'q. Lekin akalar shoshiling. Maynaqa optim joyidan kamdan kam, dangal kamdan kam, lekin shoshiling, bundaqa elitalari, zo'rlari hammamizga mana qazdan olib boqish nasib qilsin. Insofli bola, bugunga shular. Bugunga shular aka, yakki bo'lib chiqarman. Obunachilarimizga nima fikringiz bor? Kelib, ko'rib, tanlab olishsin, to'g'rimi? Menga shuni telefon qilsin. Hop. Lokatsiyani bir qator tashab beraman aka. Uyimga kelib, tanlab ko'rib olib ketishsa aka. Ko'zlari yo'qmi? Eshitdim, bunday gapda kelganmi, vaqtim yo'q. Ishtama, menga 10 ta o'zingizga men sizga ishonyapman, insofli bola. 10 ta jo'natib berdi. Birinchi telefonga odamga aka, o'zim tanlab video qilib chiqarib beraman aka, o'zim jo'natib beraman. Yoqqanini tanlab jo'natib berasiz. Ha, o'zim tanlab beraman. Endi nima deydi? Hamma ishda, unda vaqti yo'q odam bo'ladi-yu. Ha.
10 ta cho't qilib video qilib tashlab berasiz, yo'qqa dastlabki qilib olib borib berasiz. Hozir aka qo'yib chiqsam aka 200-300 ta qo'ylar ichida 10 ta 20 ta tanlayman. Hop. Anaqini tanlab beraman aka. O'zimga tanlayman deb tanlab berasiz. Men sizni bekarga insofli bola deb nom qo'ymaganmiz. Insofli bola. Dangal, xudo xolasa obunachilarimiz xursand qiling, ishingiz ham yuraveradi. Dangal, xudo xolasa, obunachilarimiz ko'ngildan joy olamiz aka. xudo xolasa. Bo'ldi, insofli bola, xudo xolasa qolgan ma'lumot telefonda ma'lumotlar berasiz. Bo'ldi, gap akalar, xudo xolasa qolgan ma'lumotlar telefonda bemalol aloqa chiqarasizlar. Bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yo'qsa aytong bitta yurgizingchi ashqor raqam aytsam, aytong bitta yurgizinglar, yurishini ham bitta ko'rsatib qo'yinglar. Aytong haydanglar. Jani vallahi. Mana akalar. Qo'ylar lekin hammasi yirik katta qo'ylar. Bachkana kichkina qo'ylar emas, lekin shoshiling. Mana mashalloh, lekin hammasi katta savdolar ekan. Lekin shoshilavering akalar. Tamam akalar, bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.